Allah'ның Al-Alim degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tövende dehqonlarga Ustaz Abduvali Qari rahimahullahning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining tafsirlari darslardan Allah'ның Al-Alim degan ism sifatlari haqidagi tafsirini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ның Al-Alim degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allah'ның bu ism sifatlari Qur'onda 157 yerde tilg'ilangan. Baqara surasining 231-oyatida tercümesi, sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar, ularning iddati to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarishib, ularni nikohinglar tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib etinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimiki shunda qiladi ekan, ya'ni kimiki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddatini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarishidi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxara qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini ve sizlarga va'zi nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobini, hikmatini, ya'ni kitobdagi ahkomlarini yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. Al-Alim yüksek derecede bilimdar, bilguchi zot demektir. Allah subhanahu wa ta'ala alemdeki hamma narsalarni biladi. Kainatdagi hamma hareketlerini biladi. Hatta chumullarning hareketini ham biladi. Dünyada ko'z bilan ko'gilib bo'lmaydigan narsalarning hareketi ve sonini biladi. Allohning ilmidan ma'lumotlar hosil bo'ladi. Yani bende birer narsani ko'rib, uningdan bilim hosil qilgan bo'lsa, Allohning ilmidan ma'lumotlarni hosil bo'lgan bo'ladi. Masalan, bir kishi bir narsani qilmoqchi bo'lsa, qilg'uchi kishi uni qilmasdan burun shu narsani biladi. Uning bilimidan shu qilmoqchi bo'lgan narsasi hosil bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilmi mevcudatlarını bilgenden keyin hasıl bulmaydı. Belki Allah'ın ilmiden mevcudatlar hasıl buludu. Ben de Allah subhanahu wa ta'ala'nın Al-Alim sübtini bilgenden keyin özünün taqti yetkice Allah'ın ilmini özü de hasıl kılışka hareket kılış gerek. İlimnin şereflik buluşu, bilinadigan narsaning sharaflik bo'lishiga qarata sharaflik hisoblanadi. Dunyoda bilinish kerak bo'lgan sharaflik narsalarning ichidagi eng sharafligi Allah subhanahu va taolodir. Allohni tonishga ilib boradigan ilm eng sharaflik ilm hisoblanadi. Allohni bilishga yaqin qiladigan ilmlarning hammasi sharaflik hisoblanadi. Bendini Allah'a yakın kılıdığan ilimlerini ügünüş, bendini Allah'ın Al-Alim sıfatını bilgen bendiler katardan orun aldırdı. Allah'ın ma'rifetiga ilip bağmaydıgan, Allah'a yakın buluşka sebep bulmaydıgan ilimlerinin hemmesi hiç qandaq bir şeref bulmagan ilim hesaplandı. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sıfatlarına alakadar tövendeki mezmunlar tilg'ilangan. Sure Taha 98. ayetinde tercümesi, sizlerning ilahinglar bir ilahdır.
Onundan başqa ibadetga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. U her narsani to'liq bilguchidir. Sura Baqara 255-oyatida tarjimasi: Bir Allohdan başqa ibadetga loyiq hech iloh yo'qdir. Allah hamish terikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi, uni uyqumi basmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keynidagi, ya'ni ular uchun oxirat tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turdi. Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allah'ның kursi ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, eng ulug'dir. Sura Yusuf 76-oyatida tarjimasi: Ular Yusufning ukisining yukini aqtirishdan ilgari ularning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukidan qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukisini elib qololmaydi. Lekin Allah uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajaga ko'taramiz. Her bir bilimdar ustida uningdanmi bilimdar zot bor. Sura Luqman 34-oyatida tarjimasi: Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Allah yomg'irni o'z belgilagan vaqtda va o'z belgilagan joyga yog'dirdi. Bechidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamchukmi, baxtlikmi, baxtsizmi, Allah biladi. Hech odam ati nimalarni qiladiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ladiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Allah hakikaten bütün işlerini bilip durgucudur. Şeylerinin içki ve taşqi taraflarından to'liq xabardardır. Sura En'am 59-oyatida tarjimasi: G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Allah biladi. Quruqliqdagi dengizdagi narsalarning hammasini Allah biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Allah bilmaydigan birarsi mi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozig'liqdir. Sura Naml 65-oyatida tarjimasi: Allohdan bilak osmonlardagi va zamindagilar g'aybni bilmaydi. Ular, ya'ni xaloyiq, qachon teriladiganliklarini bilmaydi. Sura Hadid 22-oyatida tarjimasi: Yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchragan musibatlar biz ularni yaratishdan burun Lavhul Mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhisizki Allohga osondir. Sura Al-Imron 119-oyatida tarjimasi: Ey mu'minlar jamasi, sizlar ularni do'st tutsizlar. Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanlikini yoshirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishinisizlar. Shundaq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'rdi.
Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan achchig'idan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, achchig'inglar bilan o'linglar. Ya'ni Allah o'lguninglarga qadar achchig'inglarni davomlashtirsin. Allah haqiqatan dillardikini bilguchidir. Sura G'afir 19-oyatida Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yo'shirin narsalarni bilib turdi. Sura Baqara 235-oyatida tarjimasi iddeti to'shmagan ayollarga ularni oladiganliqinglarni puritib o'tsanglar yoki buni dilinglarda yo'shirin tutsanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga ig'iz ochadiganliqinglar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yo'shirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkor aytilsa kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. İddeti to'shmag'icha ularni nikohinglarga ilishga bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Allah dilinglardikini bilib turdi. Uningdan, ya'ni Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglarki, Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanganlarga halimdir. Yani asilik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. Sura İsra 85-oyatida tarjimasi ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Rabbim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Sura Taha 114-oyatida tarjimasi Allah zati sübti cihetdə bütün məxluqatdan üstündür. Haq padişahdır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana Kur'an'ın vahiysi tamamlanışdan burun oqışqa aldırab ketmegen. Yani Cibril sana Kur'an'ı oqib beriyotganda billa oqışqa aldırab ketmey, u tilavetidan fariq bo'g'icha tinglab turgan. Ey Rabbim, ilmimni ziyoda qilgin degan. Elhamdülillah. Yuqorida Ustaz Abduvali Qori rahimahullahning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsiri darsliklaridan Allah subhanahu wa ta'alaning Al-Alim sifatining tafsirini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.